Agarda siz jarimalarga tushib charchab ketgan bo'lsangiz, o'zingizga yoki oila a'zolaringizga qanaqa radar detektor olishni bilmayotgan bo'lsangiz va qo'shimchasiga hozir balli tizim bo'lib radarlardan ham ball yozilayotgan bo'lsa va siz qanaqa yechim topolmayotgan bo'lsangiz, men qo'limda shuni kaliti mavjud. Qo'limda super hozirda juda ham ommabop bo'layotgan radar detektor, ya'ni Silverstone F1 kompaniyasining Doppler Pro radar detektori turibdi. Xo'p, endi siz iste'molchisiz va siz radar detektorini xarid qilmoqchisiz. Haqiqatdan ushbu radar detektor sizni xarid qilishingizga arziydimi? Qanday ustunlik tomonlari bu? Radarlarni qanday aniqlaydi? Xullas, barchasini ushbu videoda ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Eshitdingiz, ha? Baza bo'yicha ma'lumot oldik. Baza bo'yicha ma'lumot olgan. Bunday qilaman, bo'ldi. Bezuk bo'ldi. Demak, bugungi qahramonimiz Silverstone kompaniyasining Doppler Pro radar detektori ekan. Xo'sh, siz ushbu radar detektorni nima uchun xarid qilishingiz kerak? Hozir bir boshidan ko'rib chiqamiz. Bilasizmi, birinchi navbatda to'xtaladigan narsam, bizda iste'molchilarimiz ko'pincha mahsulot xarid qilayotgan paytda uning asosiy vazifalari va eng asosiy ko'rsatiladigan narsalarga e'tibor berishmaydi. Masalan, mahsulot qayerda ishlab chiqarilgan, mahsulotning kafolati bormi, servis markazlari bormi va shunga o'xshash narsalarga deyarli e'tibor berishmaydi. Misol uchun, men hozirda birinchi to'xtaladigan narsam bu Silverstone kompaniyasi. Chunki agarda brend ishonchli bo'ladigan bo'lsa, mahsulotga ham ishonch ortadi. Silverstone kompaniyasi Rossiyaning yetakchi brendlaridan biri hisoblanadi. U asosan radar detektorlar, gibrid mahsulotlar va shunga o'xshash narsalar ishlab chiqaradi. Rossiyada faoliyat yuritar ekan. O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda ham o'z faoliyatini yurg'izadimi? Albatta yurg'izadi. Silverstone kompaniyasi ancha qadimiy va qari O'zbekistonda kompaniyalardan biri hisoblanadi. Uning Liman, Sochi Z, Sochi Pro modellari haydovchilar o'rtasida juda ham mashhur bo'lgan va hozirgacha ishlab kelmoqda. Bir narsani aytib o'tishim kerakki, mahsulot chiqqaniga 10 yil bo'lgan bo'lsa ham, haligacha ishlab turganlar soni juda ham ko'p va aynan o'shalarga maxsus proshivkalar, nastroykalar, bazalar haligacha chiqib turadi. Bu shunchaki respekt. Endi mahsulotni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, ko'plab asosiy qismi, ya'ni Silverstone ishlab chiqaradigan radar detektorlarining asosiy qismi Koreya mahsuloti hisoblanadi. Nima uchun men Koreyaga urg'u beryapman? Bilasizmi, mahsulotlar ishlab chiqariladi. Istalgan turdagi mashina deysizmi yoki shunga o'xshash narsalar deydigan bo'lsak, har bitta davlatning o'zini maxsus brendi va butun bozorda yetakchi mashinalar kompaniyalar bor. Misol uchun, eng yetakchi davlatlar bu mashina ishlab chiqarishda bu Germaniya. Bu yoqda BMW, Mercedes, Audi shunga o'xshash mashinalar ishlab chiqariladi va Germaniya deydigan bo'lsak, mashinalari vo deymiz. Koreya ham xuddi shunaqa, ya'ni radar detektor ishlab chiqarish bo'yicha eng yetakchilardan biri hisoblanadi. U nafaqat mustaqil davlatlar hamdo'stligi, balki Yevropa va Amerika ham o'z mahsulotlarini sotadi. Tushunganingizdek, radar detektor juda ham sifatli. Qo'shimchasiga, qani, mahsulot sifatli bo'lgandan keyin siz o'zingizga ishonasiz va mahsulotga bir emas 2 yillik kafolat beriladi. Xudo ko'rsatmasin, endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Radar detektoringiz, mahsulotingiz buzilib qoladigan bo'lsa, 2 yil davomida bepul servis markazida tuzatib olishingiz mumkin. Bu shunchaki ajoyib. Endi radar detektoridan o'ziga o'tadigan bo'lsak, Doppler Pro aynan O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Bilasizmi nimaga? Chunki bizning O'zbekistonimizdagi radarlarning ko'pchiligi juda ham signallari juda ham past bo'lgan radarlar hisoblanadi. Ulardan chiqayotgan signallar uncha ham uzoqqa bormaydi va uni aniqlash odatiy bo'lgan radar detektorlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Shundan so'ng Koreyadan maxsus Silverstone injenerlar kelib, bizning radarlarni o'rganib, mexanizmlarni tayyorlab, ushbu radar detektorga bir emas, 2 ta LNA o'rnatilgan. Tushuntirib beraman, ya'ni odatiy tilda LNA bu past to'lqinli radarlarning signalini kuchaytirib beruvchi vosita hisoblanadi va aynan shundan 2 ta o'rnatilgan. Bu degani odatiy bo'lgan radar detektorlarga nisbatan kamida 100% yaxshiroq natija amalga oshiradi. Savol tug'ilishi mumkin, chunki ko'plab eskidan radar detektor ishlatadiganlar bo'ladiki, radar detektor o'rnatganingizdan so'ng yo'lda ham, cho'lda ham, tog'da ham, shaharda ham, shahardan tashqarida ham radar bo'lsa ham, radar bo'lmasa ham, yengil mashinaga ham, og'ir mashinaga ham, yuk mashinaga ham
o'zidan o'zi yolg'on signallar, ya'ni xalq tilida pamexlar berardi. Ya'ni o'ylab ko'ring, o'zi haydovchi ming xil xayolda yuradi, asabiy bo'ladi. Bu yoqdan qo'shimchasiga bitta radar detektor javrab turadigan bo'lsa, haydovchi uchun komfort his qila olmaydi va asablari chalg'ib, radarga tushish ehtimoli bor. Bunda hozir ikkita LNA bor ekan deylik. Demak, ikkita LNA bo'ladigan bo'lsa, radar detektor ko'proq signal qabul qiladi va sizga ko'proq pamex berishi ehtimoli katta. Lekin buni ham injenerlar o'ylab topishgan va bunga ikkita zo'r narsa o'rnatishgan. Ya'ni dasturiy ta'minotda shunaqa narsa borki, ICF+ va anti-cas o'rnatilgan. Bu yolg'on signallarni juda ham kuchli filtrlaydi va odatiy bo'lgan yoki odatiy bo'lmagan radar detektorlarga nisbatan ham yolg'on signallari ancha kam. Eslatib o'taman, radar detektorda pamexsiz ishlatib bo'lmaydi. Sababi baribir uni iloji yo'q. Agarda siz barcha yolg'on signallarni o'chiradigan bo'lsangiz, radar detektorning ishlash masofasi juda ham kamayib ketadi. Radarlarni aniqlashi bo'yicha O'zbekistondagi barcha o'zidan nur tarqatadigan radarlarni maksimal uzoqlikdan aniqlab beradi. Avtocon, Cardon, Hikvision, xullas barcha O'zbekistondagi radarlar ushbu radar detektorning kutubxonasida mavjud. Ushbu radarni ko'rgandan so'ng u o'zini kutubxonasini ochib, kutubxonasidan qarab, bu bunaqa radar ekan deb ovozli nomi bilan Avtocon, Hikvision yoki shunaqa nom bilan ogohlantirib sizni tezligingizni pasaytirishga undaydi. Qo'shimchasiga shaxsan o'zim lekin tekshirib ko'rmadim, lekin bunga ancha ilgari birinchilardan bo'lib prochivka chiqdi, ya'ni hozirga yangi qo'yilayotgan 3 oyoq Avtoconni aniqlayapti ekan. Ya'ni masofasini bilmadim, chunki masofasi mojit 50 metrdan 200 metrgacha bo'lishi mumkin. Yana qo'shimchasiga bir narsani aytaman, hozirda radarlar faqat tezlikka emas, boshqa qoidabuzarlikni ham aniqlayapti. Misol uchun, piyodalarga yo'l bermaslik va albatta to'xtab turish taqiqlanadi. Va bu ko'pchilik biron joyga mehmon kelib qoladigan bo'lsa yoki bilmasdan o'tib ketishi mumkin. Lekin bu ovozli ogohlantirish bilan sizni ogohlantiradi. Bu haqda yana to'xtalib o'taman. Ya'ni maxsus video turibdi, ya'ni sizni qanday ogohlantirishini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mahsulot eng muhim narsalardan biri, ya'ni radarlarni maksimal uzoqdan aniqlab berar ekan. Pamexa, ya'ni yolg'on signallar juda ham kam ekan. Koreyada ishlab chiqarilgan. O'zbekcha gapiradi. Barcha radarlar bazasida bor ekan. Xo'sh, yana bizda nima qoldi? Ya'ni radar detektorini yangilash. Chunki radar detektor yaxshi ishlash uchun, barcha radarlarni ogohlantirish uchun siz uni dasturiy ta'minoti va bazasini yangilab turishingiz kerak. Shunda ham juda ham ajoyib yo'l tutilgan. Ya'ni ushbu radar detektorni istalgan turda yangilasangiz bo'ladi. Birinchisi, eski an'anaviy bo'lgan kompyuter orqali yangilasangiz bo'ladi. Ya'ni kompyuterga radar detektorni ulab, dasturiy ta'minotda yuklab olasiz. Yo'q, menga unaqa narsa kerak emas, chunki u zamonlar qolib ketdi. Menga telefonimdan, dasturimdan programmasi bo'lishi kerak, prilojeniyasi bo'lishi kerak, ilovasi bo'lishi kerak deydigan bo'lsangiz, ilova orqali ham yangilasangiz bo'ladi. Ya'ni bunga Wi-Fi o'rnatilgan. Siz o'sha ilovaga ulab, qarab, tanlab, bemalol yangilasangiz bo'ladi. Agarda sizda bu ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, ya'ni men dasturga kirishni xohlamayman, telefonimda shunday Wi-Fi tarqatishim kerak, o'zi kirib, o'zi yangilashi kerak deydigan bo'lsangiz, unaqa Wi-Fi hotspot ham ichida mavjud. Ya'ni siz radar detektoringizga mobil telefoningizdan Wi-Fi tarqatasiz va uni parolni bir martagina kiritib qo'yasiz. Bo'ldi. Undan so'ng har safar o'sha dasturga kirib bitta tugmachani bosadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda o'zi yuklab olishni boshlaydi. Endi asosiy mavzuga o'tishdan oldin, to'g'riroq asosiy video testlarga ishlash prinsipini ko'rsatadigan testlarga o'tishdan oldin qiziqarli bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni hammamizga juda ham qiziq bo'lgan narsa, uning narxi. Ushbu radar detektorining narxi $210. Bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Raqamlar quyidagicha paydo bo'ladi. Men esa sizlarga yana maroqli tomoshani tavsiya qilaman. Demak, ko'ring, lazzatlaning. Aziz do'stlar, hozir biz Doppler Pro'ni ketma-ketlikda test qilib sinab ko'ramiz va men uchun eng yoqtirgan funksiyalarning bittasi bu to'xtash taqiqlanadi degan belgiga qanday o'zini ko'rsatishi. Sababi hozirda bilamiz, ko'plab nuqtalarda bildirmaydigan yoki yangi mehmon qoladigan bo'lsangiz, bilmay qolib jarima tushish ehtimoli bor bo'lgan kameralar mavjud. Ya'ni yo'l belgi o'rnatilgan, to'xtash mumkin emas, lekin siz bilmaysiz, mehmonsiz yoki xabaringiz yo'q, bilib-bilmasdan to'xtab qo'yasiz. Qani bu yoqda shunaqa kameralarni ogohlantirarmikan yoki yo'q? Ko'ramiz, uni burilib oldik. To'xtash joyi nazorati. Eshitdingiz, mana shu 80-70 metr atrofida to'xtash taqiqlangan joyini nazorat qiladi deb ogohlantiryapti. Siz
Mabodoga to'xtab qoladigan bo'lsangiz, jarimaga tushish ehtimolingiz bor. Birinchi bo'limdan o'tdik. Xo'p, aziz do'stlar, hozirda mamlakatimizda shu turdagi radardan juda ham ko'plab o'rnatilyapti va aynan shu radarni test qilmoqchiman. Ya'ni hozirda Andijon, Toshkent va boshqa viloyatlarda, Qarshida ham ko'plab tarzda piyodalar o'tish yo'lagini nazorat qiladigan radarlar soni keskin oshib bormoqda. Piyodalar o'tish joyi nazorati. Eshitdingiz, ha? Piyodalar o'tish yo'lagi nazorati. Bu nimani anglatadi? Qaranglar, aziz do'stlar, bir yo'llarimizda hozirda ko'plab turdagi radarlar, ya'ni piyodalarga yo'l bermaganga jarima tortadigan radarlar paydo bo'lmoqda. Bu Doppler Pro esa aynan shu radarni baza bo'yicha ogohlantirmoqda. Ana, sizni yana bir bor eslatmoqda. Ya'ni oldimizda piyodalar o'tish yo'lagini nazorat qiluvchi radar bor demoqda. Endi qarang, hozir bu radar ham signal ishlab chiqaradi, o'zi signal chiqaradigan Hikvision radar hisoblanadi. Xo'p, signatura bo'yicha necha metrdan aniqlar ekan, atrofimizda juda ham ko'plab mashinalar mavjud. Qo'shimchasiga aytib o'taman, ozroqgina yolg'on signalni ushladi Megacam deb va ko'rganingizdek millisekundlar, o'rtacha 2 sekund, 3 sekund davomida qarab, buni yolg'on signalligini aniqlab, filtratsiya qilib tashladi. Demak, buni yolg'on signallarga bardoshligi ham juda ham yaxshi desa ham bo'laveradi. Ko'ramiz, hali radargacha taxminan emas, ana 240 metr bor ekan. Chunki bizlarni ogohlantirdi baza bo'yicha, hali signatura bo'yicha uni aniqlagani yo'q. Ko'ramiz. 240 metrdan aniqlashni boshladi. Yomon emas. Bunaqa mashina potok ko'p paytida, trafik juda ham ko'p paytda juda ham ajoyib natija bo'yicha aniqlab berdi. Endi bir radar detektor bo'lsa shuncha bo'ladi, deydi aziz do'stlar. Ana haydovchilar o'zlari ko'rinmayapti, menga juda ham ko'p ko'rinib turibdi. Haydovchilar to'xtab turib, piyodalarga yo'l bermoqda. Agar bizga ham yo'limizda chiqib qoladigan bo'lsa, hozir piyodalarga yo'l beramiz. Eslatib o'taman, o'zi aslida radar detektor sizga bir yordamchi hisoblanadi. Mana haqiqiy yordamchi desa ham bo'laveradi, aytib o'tganimdek. Bemalol piyodalar yo'lagini ham ogohlantiradi, to'xtab turish taqiqlangan joylarni ham va radarlarni ham baza bo'yicha, ham signal bo'yicha. Qo'shimchasiga oldimizda yana kamera borligini ogohlantirmoqda. Ko'ramiz. Qani, biz mana aynan shu yerda piyodalar yo'lagi. Svetofor nazorati. Chorraha. Yo'q, piyodalar yo'q. O'tdik. Svetofor nazoratini ham tushunganingizdek, mana ogohlantirdi, chorraha deb. Menimcha ajoyib natijalar. Xo'p, aziz do'stlar, hozir biz Megacam radariga yaqinlashib qoldik. Aynan shu chorrahadan o'ngga burilganimizdan so'ng olis tomonlarda bizni Megacam radari kutib turibdi. Xo'sh, o'sha radarni qanday aniqlashini ko'ramiz. Sababi Megacam radarlari ham hozirda O'zbekistonda keng tarmoqli bo'lib, ko'plab o'rnatilmoqda. Va o'zi yetarlicha ham o'rnatilgan. Hozir birinchi navbatda hozirroq yo'limizda tirbandlik kuzatilmoqda. Tirbandlikdan o'tganimizdan so'ng qani qayerdan aniqlashni boshlar ekan. Ana bismillah deb yurdik. Signal chanaydi ekan. Xo'p, burildik. Xo'p, oldimizda Cherry mashinasi ham ketyapti. Ko'rganingizdek, yolg'on signalcha yo'q va radarga oldik. 62. Baza bo'yicha ma'lumot oldik. Baza bo'yicha ma'lumot olganimizdan so'ng 560 metrdan so'ng bizni Megacam deb ogohlantirmoqda. Qarang, yana bitta qiziqarli funksiyalardan bittasi motion controlning borligi. Misol uchun qarang, men radar bildim, men titrillayapti. 400 metrlik radar bu yoki oldin probka. Bunday qilaman, bo'ldi, bezuk bo'ldi. Biz qanotga o'tamiz, chunki biz o'ngga ketamiz. Keyin yana bunday qilsam 200. Ovoz yana qaytadi. Hop, motion control. Ya'ni kimdir qo'ng'iroq qilib qoldan sizga, o'sha joyida aka yo'l berib yuboring. Biz burilamiz. Xo'p, ko'rganingizdek hozir yana turibdi. Juda ham ajoyib funksiyalardan bittasi. Mazza qilib ishlatasiz. Xullas, ko'rganingizdek, ishlashi ajoyib. Demak, aziz do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Agarda sizga ushbu radar detektor qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizda mavjud. Narxi yana aytib o'taman, $210. Bepul yetkazib berish mavjud va albatta chiroylikgina qilib, sozlamalarni sozlab, nastroyka va proshivka qilib beramiz.